Arti, uydamisan? Ha, qishloqqa nima bo'ldi? Qara, ko'chada salyut o'tishyapti. Qani qayerda qishloq? Qayerda ochyapti? Nima bu bomba-ku? Yo'q, qishloqqa nimalar qilyapsan? Voy, yaramas. O'chir buni, yaramas qishloqqa. Hoy qishloqqa, sen bu ishni nima uchun qilding? Hozirroq javob ber. 1-aprel bilan. Qanaqa 1-aprel? Aqldan ozdingmi? Bugun 27-yanvar, tentak. Nima Rustam uraverma, men qayerdan bilay 1-aprel deb o'ylabman. Nima? Sen sanani bilmasdan turib, Tfu. Nima tfu? Qanaqa tfu? Sen uyimni portlatib yubording, yaramas. Seni mana shu qiliqlaring jonimga tegib ketdi. Nimalar qilyapsan? Bu men uchun juda ham qadrli. Qadrliymish. Menga uyim ham qadrli edi. Nima meni yo'qyapsan, yaramas. Meni bu uyim juda ham qadrli edi. Narsalarim joyida ekan. Yo'qsa narsalarim yo'qolsa qishloq o'ldir. Nima qarayapsan sandig'imga? Yaramas? Nimaga vohva qilaverasan? Men 1-aprel deb o'ylabman. Shunga shunchami? Qanaqasiga 1-aprel deb o'ylash mumkin. Hattoki yaqin ham emas. Hattoki bugun sana 1 ham emas, 27-yanvar, tushunyapsanmi? Vohva qilmasang-chi. 1-marta qurishing bu uyni boshqatdan, yana boshqatdan qurasan, yana buzaman, yana boshqatdan qurasan. Tushundingmi? Tfu. Yana qanaqa tfu? Yo'qot mana bu sassiq narsalaringni. Hamma yer sasyapti bularning dastida. O'zing sassiqsan, tushundingmi? Mayli, mana shunisini mashinaga qo'yib qo'yaman. Qishloqqa bor yo'qol. Nima yo'qasan uyimni? 5, 4, 6, 3, yetib bordim meni quch. Tentakcha qo'shiqlari ham o'zi ham jonimga tegdi bu yaramas qishloqini. Yo'q, men buni shunday qoldira olmayman. U meni uyimni portlatdimi? U ham uysiz qoladi. Qani bu yerda bombalar aynan 3 ta. U portlatgandan ham ko'proq portlataman. Portlatmas kerak edi yaramas. Men unga hozir shunday narsa ko'rsatamanki, hech qachon meni uyimni portlatmaydigan bo'ladi. Do'stlar, shunaqasi ham bo'lishi mumkinmi? Ko'ppa kunduz kelib 1-aprel deb uyimni portlatib yuborsa-ya, qanday tentaklik bu? Nima bu qishloqning uyida oddiy jadval yo'qmi? Sanani ko'rsatadigan. Qanaqa jadval sani? Meni adashtirib yuboryapti bu yaramas qishloqqa. Juda ham jahlim chiqib ketyapti-da. Axir meni uyimni nimaga portlatib yuborish kerak? 1-aprel bo'lsa ham portlatmasligi kerak edi. Bu yaramas qishloqning hozir uyini shu qadar portlatib yuboramanki, undan asal ham qolmaydi. Buni uyini oxirgi marta mana shunday eslab qolinglar. Hozir uyini shunaqangi katta portlatib yuboramanki, hech narsa qolmaydi. Yaramas qishloqqa hali afsuslanasan. Bombalarni xo'sh, mana bu yerga qo'yamiz. Bitta, ikkita va uchinchisini mana bu yerga. Xo'sh, endi yo'qamiz, to'xtanglar. Sandig'ini ko'rash. Bu qishloqqa nimalar bilan shug'ullanyapti bu yerda? Nima bu yerda ikkita sandiq, verstak, xo'sh, ikkita pechka va yotoq. Xuddi o'zini uyiga o'xshaydi. Nima? Bu sandiqning ichida o'zini uyini boshqatdan qurganmi? Hattoki qizil gilamcha